Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Amerika erkin Tuniyazga so'rni hozirlab bergan kishilik huquq kengashini qattiq aybladi. Xitoy rahbarlik guruhi yangidan uqtirish besib tarqatdi. Qarmay neftligida qazi suratini tizlashtirish usuli ishga kirishtirilmoqda. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Kengişi'nin 41. növbətlik yığını 24 iyun günü Cenevada başlanğan idi. 24 iyundan 12 yılgacha davam qıldığan bu yığın, el Xitoy hökumətinin Şərq Türkistanda yo'l qo'ygan lagerlər səbəblik Amerika hökuməti və hər qaysı xalqaralıq kişilik hüquq orqanları xalqara cəmaətini bulubmu Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bu məsələdə bir ifadə bildirishga ciddi chaqiriq qilayotgan paytga to'g'ri kelgan. Diqqət qo'zg'aydigan Kişilik Hukuk Kengişi'nin 41. növbətlik yığından ikinci günü atalmış Uyghur Abnum Rayonluq hökumətinin muavin rəisi Erkin Tuniyaz yığında doklad berishga o'rinlashtirilgan. Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq hökumətinin muavin rəisi Erkin Tuniyaz özünü tanıştırıb ötgəndən keyinki tunji cümləsidlə atalmış Uyghur Abnum Rayonunun əzəldən Jungo'nun bir qismi ikənligini ta'kidlagan. Arqadan o yuqorida qilgan so'zini hamda Uyg'ur tilida takrorlaydiganligini bildirib, so'zining oldingi qismini Uyg'ur tilida so'zlagan va keyingi qismini Xitoy tilida so'zlashni davomlashtirib, Xitoy hukumatining Uyg'ur elida terrorlik va radikallikqa nihoyat unumli qarshi turayotganligini, atalmış qayta tarbiyalash markazlari orqali diniy radikallik bilan yuqumlangan va oddiy jinoyatlar bilan shug'ullangan kishilarni qutqizib olganligini ilgari surib, rayondagi xalqning diniy huquqlarining to'liq kafolatga ega ekanligini ta'kidlagan. Xalqarалық kişilik hüquq organlarının güçlük tənqidga uchrayotgan lager tüzümü və başqa bastırış siyasətlərini bolsa, Şərq Türkistandakı əməliyyatның ehtiyacı ekanligini və bununla tashqaridagi har qanday bir davlat yoki organning baho berishga haqqi yo'qligini bildirgan. Erkin Tuniyazning so'zlariga kuchli raddiya Amerika hukumatidan kelgan. Amerika hukumatining Cenevadagi Birleşken Devletler Teşkilatı və başqa xalqarалық organlarda turishliq elchiligi bayonot e'lon qilib, Erkin Tuniyazga so'z qilish fursati bergan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Kengişini qattiq tanqidlagan. Bayonotda munula deyilgan. 25 iyun günü atalmış Şinjan Uyghur Abnum Rayonunun muavin rəisi Erkin Tuniyaz Kişilik Hukuk Kengişida söz qilib, öz hökumətinin rayondakı bastırışlarını aqladı. Onun bu bayonlarga jumladan kişilik huquqning eng ig'ir dafsanda qiluvchining vakiliga öz təşviqatını qiladigan so'rin hozirlab berganlik Kişilik Hukuk Kengishi uchun bir nomusdur. Amerika hökuməti Xitoy hökumətinin Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon millatlarga yurgizayotgan qattiq besim siyosatiga qattiq diqqat qilmoqda. 3 milyondan ortiq musulmon majburiy tutqun qilinib lagerlarga qamaldi. Ular qiyin qistoqqa ilinmoqda. Zolimlarcha inson qalbidan chiqqan, inson g'ururini yer bilan yakson qiladigan muomalaga uchirmoqda. Ular yuqori fan texnikalik nazoratga uchirmoqda. Ularning milliy va diniy kimligini ifoda qilish cheklanmoqda. Biz Xitoy hukumatini majburiy tutqun qilinganlarni darhol qo'yib etishga, ularning kishilik huquqiy va eng asosiy erkinliklarga hurmat qilishga chaqiramiz. Atalmış Şinjanning muavin raisining kishilik huquq kengashini Xitoyning besim siyosatlarini aqlaydigan so'ringa aylantirishi qabul qiluvsiz bir ahvol. Kishilik huquq kengashi agar o'zining qonuniyligi va obro'yini muhim deb qaraydi ekan, u holda kishilik huquqini dafsanda qilayotgan hukumatlarni va ularning vakillarini o'z qilmishlari uchun jazoga tortish kerak edi degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi bo'lsa, Xitoy hukumatining Erkin Tuniyazni so'ziltish orqali ko'zlagan maqsadga yetmaganligini eskartdi. Uning bayon qilishicha, Erkin Tuniyazning yig'in zaliga bir muncha Xitoylarning qurshovida kirilishi va so'zi tugamayla yig'in maydonidan elib chiqib ketilishi aksiga diqqat qo'zg'agan. Dolqin Aysa apandining bildirishicha, ular yig'inning buningdan keyingi kunlarda davomiy jarayonida bir qism g'arb davlatlari vakillarining, shundaqla xalqaro kishilik huquq organlarining Sharq Turkistondagi yepiq tarbiya lagerlari masalasi va boshqa og'ir kishilik huquq masalalarini o'tirib qo'ydiganligini mo'ljallanmoqda ekan. Kishilik huquq kengashi Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonim bo'lsa, yig'inning birinchi kundagi ochilish nutqida dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan nuqtaliq zo'r kishilik huquq voqealarini tilga olganda Uyg'ur masalasini tilga olgan. Ve özünün Xitoy hukumati bilan bo'lgan uchrashuvlarda Sharq Turkiston munosabatlik masalalarni davomli o'tirib qo'ydiganligini, shundaqla o'zi va xizmatdoshlarining rayonga to'salg'usiz holda berib ziyorat qilish talablarini izchil davomlashtirganligini ta'kidlagan edi. Xinhua agentligi Beijing 6 ayning 24 kuni telegramması yaqinda markaz asli maqsadni unutmay burchni asliching saqlash bosh temi tarbiyasi rahbarlik guruhi birinchi turkumdagi bosh temi tarbiyasida o'rganish, tarbiya, tekshirib tadqiq qilish, masalani tekshirish, kuzatish, tuzatishni amaliylashtirish xizmatini yaxshi tutish to'g'risidagi o'qitirishni besib tarqatab, har qaysi rayonlar, har qaysi tarmoqlar, har qaysi o'rinlardan o'z amaliyatiga birlashtirib, usul ustida izlanib, shaklda yangilik yaratib, o'rganish, tarbiya, tekshirib tadqiq qilish, masalani tekshirish, kuzatish, tuzatishni amaliylashtirish iborat 4 turlik nuqtaliq tadbirni tutashtirib, organik yo'g'irishni bir tutash planlab olg'a siljitishni talab qildi. Uqtirishda yana o'rganish, tarbiya, tekshirib tadqiq qilish, masalani tekshirish, kuzatish, tuzatishni amaliylashtirish puxta, yaxshi dal joyda ishlash kerak.
Bulupmu her derecelik rəhbərlik organları və rəhbəri kadrlar namunilik, yetakchilik rolini joriy qildirishi, o'zini bosh tema tarbiyasidagi rəhbərlik qiluvchi, tashkillovchi deb qarab o'zini chetga olmasligi, o'g'inish peti, so'z peti, ish peti qolmasligi, shaklvozlik, byurokratlik va quruq rasmiyatchilikdan haqiqiy saqlanish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy sanoatining eng chong energiya bazasi bo'lgan Sharq Turkistondagi neft va tabiiy gaz boyliqlarining qazilishida yaqindan buyon tez qazish texnikasining ko'plab qo'llanilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy hukumati boshqarishidagi Xinhua agentligining 25-iyundagi xabarida Jo'nxar o'ymonliqidagi Qarmay tabiiy gaz rayoni va uningga qo'shni bir qism gaz qazish rayonlarida Xitoy doiralari tabiiy gaz quduqlariga uriladigan besimni oshirish va cho'nqur yer osti gazni tez sur'atda sovutish orqali tabiiy gaz qazish sur'atini biraqli natijasi oshirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xil yangi texnikalar qo'llanilgandan keyin Qarmay tabiiy gaz rayonidagi gaz mahsulotlarining qazilish sur'ati va miqdori oshgan. Uningga masalda Xitoy shirkatlarining oladigan foydasi 2019-yilning oxiriga borganda 220 million so'm oshadiganligi taxmin qilinmoqda ekan. Sharq Turkistondagi neft, tabiiy gaz qatorliq bu boyliqlarning yerlik xalq bo'lgan Uyg'urlarga hech qanday iqtisodiy manfaat yetib kelmayotganligi ma'lum. Shuningdek, Uyg'urlarning nomrodlik masalasimi uzundan buyon Xitoy hukumatining aloqador axborotlarida izchil ta'kidlanib kelinmoqda. Xəbərlərimizi kögünüڭlərə rəhmət. Görüşükçə aman bulunlar. Xeyir xoş. Allah qamanət.